أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Savaştaşlar bugün öğrenmek olan dersimiz Suratul Buruc. Yani Buruc suresi Mekke'de düşken bunun ayeti 28 ayet. Buruc suresi mu ilgili okugan surelerimizge okşaş Mekki karakterini özge mücessem kılgan bir sure, yani qasam bilen başlanıdı. Qasam bilen başlanıp iman meselesi, iman bilen küfrünün oturudaki köreşle küfrünün maqsidi, müşriklerinin müminlerge tutkan pozisiyesi, dünyada bula kılıdığan zulümü, ondan bulanın ahiretki vaxtıda müminlerinin etkan imanı yarışa uçuraydıgan güzel akıbet, güzel kelgüsleri ve müşriklerinin özünün kılan eskiliki yarışa tadıdığan eğir akıbet cezaları çözülündüğün bulup surunun ahırda muşu müminlerge azap salavatkan, müminlerge tosqulluk kılıvatkan, iman İslam'dan aldığa tosamak soğallağa ilgiri ötken ümmettiki Firavun, Samud qatarlıq dinni inkar kılıp, peygamberini inkar kılıp ahırısta veyran boğan, halak boğan çoğun düşmanlarının ismini etilgeli, şularını əslitiş arqılı bulağa əskertiş biriş bilen ahırlışdı bu süre. Abdur bu surenin umumu temasini tövendikidek bir netçe mazmunga yığınçaqlap beyne yeday sura surenin aldıdaki qısqa mazmun degan temaning ostiga keldi. Davatudu hazihi suratul karima min suwaril mekkiyye ve hiye tu'ridu li haqa'iq al-aqidah al-islamiyye والمحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هي حادثة أصحاب الأخدود وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة والإيمان. Bu sure kerime Mekki surelerin qatarından bulup İslam aqidelerinin bir qancha türlük haqiqatlarini, karakterlerini oturuğa koyudu ve muşu sure şu etrafında aylanıvatkan asasi mazmun bolsa, orbiti bolsa, yani Ashab-ul Uhdud vaqası. Bu vaqa aqide iman yo'lidagi can bilan qurbonlik birish vaqasi hisoblanadi. Can bilan qurbonlik birish vaqasi hisoblanadi. Ne o'tkab qolsa, hech nimasini aymaslik, aqidasi yo'lida, imoni yo'lida o'zini qurbon qilish masalasi. Şundan ayet-i kerimeninki, sureninki temaları tönlükidek bölüngen buludu. Abdurdadudu ibtidaat suratul kerime bil qasam bis semai zatul nujumul haila vel madaratiha ad-dakhma allati taduru fiha tilka al-aflak ve bil yawmil azim al-mashhud ve huwa yawmul qiyamah ve bir rusul vel khalaiq ala hilak ve dimar al-mujrimin allazina tarahul mu'minina fi'n nar liyaftinahum 'inda dinihim. Yani sure kerime zor derecedeki yıldız ilgisi boğan, yıldızlar ilgisi boğan, plantlar ilgisi boğan asman bilen qasam qilish arqılıq ve şu yıldızların büyük orbitalları bilen qasam qilish arqılıq başlandı. Bu orbitallarda şu felekle çögüleydi ve büyük hemme guva, yani hemme hazır olduğun şu büyük gün bilen qasam arqılıq başlandı bu sure, olsun kıyamet günüsü. Ondan başka peygamberler bilen ve nurgun insan halayıklar bilen qasam qilishlar başlandı. Nimege dese müminlerini dinidan qaytırış, dinidan azdırış üçün otqa taşlagan cinayetkarlarning vayron halak bo'lganligiga qarata Allah qasam qilyapti. Şuna müminler bu noktada agar Allah qo'ygan haqiqiy iymoni bo'lsa, Allah qo'ygan haqiqiy ishonchi bo'lsa, bu noktada shak qilmasligi kerak. Yani o'zi bugungi kunda buzaq qilyaptilar. Yurtidan qo'g'lab chiqarayotganlar, mol-mulkini musodara qilayotganlarning vayron bo'lganligiga to'liq ishonish kerak. Bu mazmunlar was-samaa'i zatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud idhum 'alayha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud degan oyatlarda
sözlönüldü. Ondan keyin thumma talaha al-wa'id wal-inzar li-ulaika al-fujjar ala fi'latihim al-qabiha ash-shani'a. Ondan keyin yuqoridagi mazmunlarga şu fujjarlarning qabih, echinishli qilgan ish-harakatlariga qarata eskartish va ogohlantirish ergishib keldi. Innallazina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq degan oyatlarda bu mazmunlar tilqalanadi. وبعد ذلك شندينكن تحدثت عن قدرة الله على الانتقام من أعدائه الذين فتنوا عباده وأولياءه. شندينكن bu suriyana Allah subhanahu wa ta'alaning özünün bendleri ve özünün dostlarını fitne kılıp azdırıp şularni azaplagan, şularga düşmanlık qilgan düşmanlaridan, o'zining düşmanlaridan intiqom olishga Allohning kuchi yetadiganligi, qudratining yetadiganligi haqida so'zlaydi bu sura. Inna batasha robbika la shadid, innahu huwa yubdi'u va yu'id va huwal g'afurul wadud zul arshil majid degan oyatlar bu mazmunni o'ziga olgan bo'ladi. Va xutimat suratul karima bi qissati at-taghiyal jabbar فرعون وما أصابه وقومه من الهلاك والدمار بسبب البغي والطغيان. سورة كريمة ظالم hadidini aşqan Fir'aun ve Fir'aun'ga yetken musibetler ve onun kavmiga yetken veyronchilik, halokatchilikni bayon qilish, shuning qissasi bilan oxirlashadi. Bularning hammasi bi sababil bag'i va tug'yon. Uning hadidini eshish, zolim, zulmlar tufaylidan bo'lgan ishlar. Bu mazmunlar hal ataka hadithul junud fir'aun va samud balil ladina kafaru في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ degan oyatlarda tilg'anadi. Bu o'simi sura Karimaning temizga munosib bo'lgan qaltis bir oxirlashma. Ya'ni chunki sura gapning beshidan mu'min va kuffar ikki fariqining o'tirdi bo'lib o'tadigan ishlar haqida so'z ochgan. Ya'ni dinsiz dushmanlarning, kuffarlarning mu'minlarni azoblaydiganligi, bularga aram xudo turmush kun kechirib qo'ymaydiganligi, bularning ishlarga aralashib yurtlaridan haydab chiqardiganlik, o'ltirdiganlik, mol-mulklarini musodara qildiganlik bilan boshlanib kelib, oxirisida mushahil tipdiki düşmanlarning, mushahil tipdiki kuffarlarning katta so'g'an Fir'aunning misolini so'zlab, buning ahvoliga qarab boqmamsa, bugungi kundagi az 6 doktor kuchingga tayinib, bularni buzoq qilib oqibati mushul uchun sen davom qilmaysiz, chunki zolimning oqibati mushtavludi deb ularga eskartish beryapti. Shunga ma'suridagi bosh oxir mazmun intayin bir spirsiga moslashgan. Biz tafsirini boshlashdan ilgari bu suradagi so'zliklarga bir qarab chiqaylik saboqdoshlar. Al-Uhdud o'raklar degan ma'noda, o'rak, kataklar, ozg'onlar degan ma'noda. Ya'ni Abturbuni ash-shaqqul azim al-mustatil fil ard kal khandaq. Ya'ni yerda uzun tortilgan zo'r bir o'rak, yirik, shaq degani o'raklarni Uhdud deymiz. Buning xuddi xandakka o'xshaydi. Buning ko'pligi ahadit keladi. Qutila ashabul uhdud degi qutila lu'ina ashaddal la'n, ya'ni qattiq la'nat qilindi degan ma'noda. Naqamu degani ayıplidi, yomon ko'rdi, bizning Uyg'ur tilimizda bo'lib qolsa intiqom oldi degan ma'noda. Batsha degani qattiq tutish, ya'ni uni zulm qilish yoki uningga qattiq zarb berish degandek bir ma'noda. Yubdi'u degani qaytadan boshlash, ya'ni yuxliqu ibtida'an bi qudratihi. Yani qaytadan boshlash debdimi, xatolashibdimi? Yubdi'u degani yangidan boshlab yaratishni. Yuxliqu ibtida'an bi o'zining qudrati bilan hech qanday bir o'rnakka qaramasdan yangidan yaratishni yubdi'u deymiz. Majid degani buyuk, ulug', ustun degan ma'noda. Oyatning tafsiriga kelsak, was-samaa'i zatul buruj wal yawmil maw'ud wa shahidi wa mashhud قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. Yani buruç egisi bo'lgan osmon bilan qasam. Degani buyuk yuqori o'rin egisi bo'lgan qaltis osmonlar bilan qasamki, yulduzlar, plantlar ming shariyanida shu yerga tushib o'tadigan. Ya'ni plantlar o'rni bo'lgan, yulduzlarning o'rni bo'lgan osmon bilan qasam.
Mufassirlar deydi, bu urullarni buruj deb atashgan. Buruj asl lug'at ma'nida ko'zga ko'rinadigan egiz bunda qal'a, muna degandek ma'noda-ku. Nimishqa bu oshkor o'g'anlik uchun. Bu hamda urullar, mush urullar qasrlarga bunday burujni qal'a, qasr, egiz, muna emasmi? Qasrlarga o'xshashi buning üstün egiz o'g'anlik uchun. Chunki ular mush burujlar seyyar yulduzlarninki mağdığan o'rni. En üstün qatlam. Manda o'g'achqa buni buruj deb atagan. Vel yevmil mev'ud, yani şu va'da qilingan şu kun bilan qasamki, yani va'da qilingan şu kun bilan qasam qilan u o'smi qiyomat kunisi Allah buni bilan insonlarga va'da qilgan. Allohullazi la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yevmil qiyamah la rayba fi. Sizlarni çokum Allah birini toplaydı bir gün istedi. Şu günün gepini qan, şu gün şu. Va'da qilgan kun. Ve şahidi ve meşhud. Şahid ve meşhud bilan qasam degani insonlarga guvoh bo'lib kelgan, insonlarning ish harakatiga guvohlik qiladigan Muhammad alayhisalom bilan qasam ve o'zining ummatlariga qiyomat kunisi guvohlik beradigan payg'ambarlar bilan qasam ve guvohlik berilguchi ummatlar bilan qasamki, butun ummat xalqlar bilan qasamki, bular mahshar maydoniga hisob uchun yig'iladigan odamlar bilan qasam, xuddi hozir mush qasam yana bir oyatdiki fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid va ji'na bika ala haula'i shahida deb payg'ambarlarning o'zining ummatiga qiyomat kunisi guvoh bo'lib keltirilganligini yana bir oyatda tilg'ana emasmi? Shu oyat bilan oyat murashtirgan vaqtimizda guvohchi payg'ambar va payg'ambar alayhisalom va payg'ambarlar guvohlik berilguncha shu payg'ambarlarning ummatlari hisoblanadi. Dilinde yine başka ulamalar tarafından şahit muş ümmeti Muhammediye guvalık bəgüçlüğüne meşhur guvalık bırılgıcı başka ümmetler dep bunun delili sübtüde litekunu şuhada alennas ve yekuner rasulu aleykum şehide dep ümmeti Muhammediye'nin başka ümmetki guval olduğallığını tılgağın ayetlerini delil kılıdı. Qutila ashabul uhdud. Qasamni qilib Allah. Was-samaa'i zatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidi wa mashhud. Qasamni qilib shu qasam qilib nima maqsadsa ashabul uhdud lanat olsun deydi. Ashabul uhdud qal lanat olsun. Yani bu qasamning javobi bu cümle dua xarakteridagi cümle. Allah ashabul uhdudga lanat qilsin degan ma'noda. Qatalalloh la'ana. Yani bular yani uzun ko'lab, shaqqul arada to'landigan uzun ko'lab bunu bir o'rak qilib, ja'aluha ahadid o'rak qilib, buning mu'minlarni ko'ydirish uchun o't yaqqan kishilar bular. Imom Qurtubiy davomida Uhdud degani yerdagi xuddi o'rak xandaklarga o'xshash uzun, buyuk bir o'raklarni nima deb Uhdud deymiz. Buning ko'plik ahadid deb bunda ta'rif qilgan. Qutilaning ma'nosi lu'ina ma'nosida. Ibn Abbos davomida Qur'oni Karimdagi kelgan bütün qutilalarning hammasi lu'ina ma'nosida deb kelib Alloh subhanahu va taolo Uhduddan bo'lgan maqsadni bayon qilib davomida an-nari zatil vaqud. Yani yaqilg'uluq bir o't deydi. Yaqilg'uluq bir o't. Yani büyük yalqinjab turgan o'tin va yalqinliq bo'lgan bir o't ki buni kuffarlar osh o'raklarga mu'minlarni ko'ydirish uchun yaqqan. Abu Saud davomida bu otni bu xil shakldagi sifatlash hada wasfun laha bi g'oyatil azli buyukluk katta nima ma'a otning sifati datil vaqud degan sifati bu uni texmi bi g'oyatil azli buni buyutish yalquning texmi egiz ekanligini uningdagi o'tinning ko'p ekanligi bilan qana qilish sifatlash bu yerda ot odatdagi bunday ot emas ot qattiq kuyayotgani kirgandan keyin kuyiblam kiradigan bunda odam haybatidigan qo'rqadigan ayminadigan ot demakchi. Maqsad bu yerdagi o'tni sifatlashdan qattiqlik va qo'rqinchni sifatlashda. Aniga Alloh subhanahu va taolo mujrimlarni sifatlashda tahmon chekiga yetkazib tahmon balo qilib izhum alayha qud. Bular vahshiylikda shu darajaga yetganki, insonlar kuyayotsa yerda bular tomosha qilib o'tiradi. Izhum alayha va hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Mu'minlarga qilinayotgan yoki mu'minlarga qilayotgan shu ishlarga hozir qarab tomosha qilib o'tiradi. Ya'ni bular o'tning atrofida o'ltirdi bular. Şu otda mu'minlarni ko'ydirish bilan ko'ngil xo'sh qilib o'ltirdi bular. Shu echinishlik qilmishga hozir bular. Bu gapdan maqsad Quraysh kuffarlarini qo'rqitish. Shuni bular o'z qavmidan, chunki bular o'z qavmidan musulmon bo'lganlarni azoblaydi, islomdan qaytish uchun Alloh bularga ashabul uhdud
hissini esletti. Kuparlar agahlandırış bolsun. Azaplanıcı müminlerge teselli olsun için. Andaki Allah subhanahu wa ta'ala deydi. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَمِدِ. Yani bunların başka günahı yoktu. Bu köydürülgen kişiler bir hatalık kılmagan ki bunlar köydürülüşke. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ bunların bunçula azapla, bunçula intikam edişi İlla en yu'minu billahi'l azizil hamid ki Rabbim Allah digerlik Allah'a iman etqallıqdan başqa günahı yok bularning. Yani ve ma kana lahum zanbun bularning günahı yoktu. Ve men taqamu minhum bulardan bundan intiqam elişi faqat ve faqat illa çünkü bular aziz, hamid, g'olib bo'lgan. Uning janobi bilan panoh tilgan kishi zulm qilinmaydigan. Bunda bir zot iman etqanlik. Bütün af'ol, aqvollarda madiyanlik tegishlik Alloh iman etqanlik bularning gunohi. Bu yerdagi g'araz ularni azoblashning sababi, ularni o't bilan ko'ydirishning sababi faqat va faqat ularning vahid ahad bo'lgan Alloh iman etqanligi demakchi. Aminatda bu jazoga loyiq qo'g'idek bir gunoh emasdiki. Biroq bu degan haddan oshqonlik, bu jinoyat, bu insonni ko'ydaganlik bu. Allazi lahu mulk samawati wal ard. Yani bular iman etgan bu zot osmon zaminning mulki uningga tava bo'lgan zot. Yani ma'vu ulug' iloh, bütün kainatning egisi bo'lgan iloh, majdi sanoqa, ulug'liqqa va sanoga loyiq bo'lgan ilohti bu. Bular iman etgani. Osmon zamin yaratdi, bizni yaratdi, bizni hozirgi holatimizga parvarish qilib keldi. Tabiiyki iman etishga tegishlikda bu zot. Yani bular qiliq tegishlikni qilgandi. Bularning gunohi shu, bularning bundan boshqa gunohi yo'q. Bularni azoblaganlar, bularni o'tda ko'ydaganlar dal mushu tufaylidan o'tda ko'ydagan, mush tufaylidan azoblagan boshqa gunohi yo'q bularningki. Bahrda keldi Allah subhanahu wa ta'ala iman eytilishga tegishlik sifatlarni tilg'oldi bu yerda. Bu o'simi aziz degani g'olib, qodir, jazosini qo'qiladigan azobidan. Hamid, ya'ni madhiyaga loyiq, in'om berguchiki, buning ne'matlariga qarta hamd etish vojib bo'ladigan in'om berguchi degan sifatlarni. Lahu mulk samawati wal ard. Yani osmon zamindagi barcha narsalar uningga tava bo'lgan. Yani şununla ibadet kılış layık olgan, onundan korkuş layık olgan dep manda sifatlarni tilg'oldi. Muşlarning so'zlashi shuni muqarrarlashtirish uchun ki bularning avlod intiqom olishi faqat inna li'anna ma naqamuhu minhum huwa al-haqq alladhi la yanqimuhu illa mubtil munhik fil ghayy. Yani bularning ma düşmanlarning mu'minlardan intiqom olgan ishi o'simi faqat haddidan oshgan, ozg'unlikda cho'kib ketgan, botil ish qiladigan odam intiqom oladigan haqda narsa emas bu. Bular faqat haq yo'lda manganlik uchun intiqom oladigan odamlar bu. Bu xil intiqomni, ya'ni bu xil azob, bu xil qarashlikni faqat o'zining ozg'unligida haddidan oshganlarla qiladigan ish bu. Deb shuni ta'sirlamoqchi Alloh. Vallahu ala kulli şeyin qadir. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bendilerinin bütün evvellerinin haberde. Allah ularning ishlaridan hech narsa maxfiy emas. Ma oyatda mu'minlarga nisbatan bir va'da bor. Mujrimlarga nisbatan bir ogohlantirish bor. Undan keyin Allah subhanahu wa ta'ala buni so'zlab bo'lgandan keyin mu'minlarni azoblagan jinoyatchilarga bo'lgan inkorini texmo qattiq qilib deyotdi. Innallazina fatanul mu'minina wal mu'minat. Yani mu'min erlarni, mu'min ayollarni dindan qaytarish uchun, dindan ozdirish uchun o't bilan azoblagan kishilar ثم لم يتوبوا andaki ularning küfürleri ve tuğyanlıklarını qaytmagan kişiler lahum azabu cehennem ve lahum azabul hariq. Bularning küfürlük sebeplik har qo'g'uchi cehennemning azabı var. Bularga mu'minlarni köydürgenligi sebepli köydürgüçü azab var bularga. Deb ular eng oxirgi tahdidni soldi. Endi bu yerda mushriklarningki mu'minlarga to'sqinlik qilib, mu'minlarga dushmanlik qilganlarning ahvoli tilg'anib bo'lgandan keyin mu'minga keldi qanday masala. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo mujrimlarning oqibatini tilg'agandan keyin buningga mu'minlarning oqibatini tilg'ilishni ergashtirib akeldi. Bu Qur'onning uslubi, u mu'minni so'zlaydi, mushrikni so'zlaydi, mu'minni, jannatni so'zlaydi, do'zaxni, kufrni so'zlaydi, iymonni bu shaklda. Davatudu innellezina amanu ve amilus salit. Endi avlanın aqidunda olsa ma olaçu. Yani iman etgan yaxshi amallarni qilganlar. Yani iman bilan, sodiq iman bilan, salih amalning o'tirine cho'qilgan kishilar, haqiqiy iman etgan yaxshi amallarni qilganlar, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bularga güzel avad bağlar bulur ki bunun qasrlarining ostidan jannatni o'stamlar eqib turadi. İmam Tabari davatudu bu ichimlik, sut ve hasal o'stanga davatudu endi.
Zalikel fawzul kabir. Yani aşu büyük bir zafer deydi. Büyük bir galba, büyük bir nişanıga yetiş ki maqsad yetiş, bir gayetil matlub degeni onunsiz ba'dahu, onunsiz saadet olmagan, onunsiz nijatlık olmagan büyük bir maqsadga qana qilish, ish, g'alba qilish, o'zining nishoniga yetish. Andiga Allah subhanahu wa ta'ala özünün peygamberlerinin, evliyalarının, düşmanlarının qattiq intiqam aldıqanlığını bizga deb kelib deyatdı. İnne batqa rabbika lashadid. Rabbingning bularni tutishi, Rabbingning bularni azoblashi intayin qattiq. Yani Allah'nınki intiqamı, Allah'ның jabbar zalimlerini azoblashi, ahdahum degani tutishi bu qattiqlikni chekiga yetgan. Abu Sa'd deyatdi, batish degan gap qattiq tutish degan ma'noda. Yani bu yerda şiddetle sifatlanishi, şiddet sifatlanishi bu texmi tadaaf ve tafaqam degan texmi hassilib, texmi eşqan bo'ladi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala'nınki jabbar zalimlarni tutishi, ularni azob intiqom bilan qana qilishi, azoblashi degan ma'noda bo'ladi. Innahu huwa yubdi'u va yu'id. Allah uningga qodirki, chunki Allah dastlabida yaratgan, Allah ahirda qaytadan tirgizdig'ini uchun Allah. Innahu huwa yubdi'u, dastlabida yaratgan Allah va yu'id. Yani Allah jalla va ala xaliq qodirki, xalqni yo'qdan dastlab yaratadi, ondan keyin ularni o'lib bo'lgandan keyin tirik holatiga qaytadan tirgizadi. Ikkala xil holat Allohga nisbatan oson emas. Allohga nisbatan qiyin emas. Nauzubillah. Va huval g'afurul vadud. U Allah g'afurdur, gunohlarni mag'firat qilguvchi, vaduddir, ya'ni gunohlarni yopquchi o'zining mu'min bandalarining gunohlarini va o'zining vadudki o'zining avliyo bandalariga muhsin, latif, yaxshilik qilguvchi, mehribondir. Ularni yaxshi ko'rguchidir. Ibn Abbos deyotdi, o'zining avliyolarini xuddi sizlarning biringlar o'zining qerindishini yaxshi ko'rgandek xo'sh bishorat muhabbat bilan yaxshi ko'rdi. Zul arshil majid. Ya'ni Allah buyuk arshning sohibidir. Allohning arshini bu yerda Allohga nisbat berishi, maxsus tilga olishi, xassahu bizikri maxsus tilga olishi, chunki arsh Allohning maxluqotlarining eng buyuki. 7 osmondan mu kengri. Uning bu sifatda yaratilishi yaratuvchining buyukligini ifodalaydi. Majid degani Allah majiddir, buyuk, ulug'dir. Bütün maxluqotlarning hammasidan oliydir. Bütün ulug'lik, mukammallik sifatlarini sifatlangishdir degan ma'noda. Fa'alul lima yurid. Allah xoliqini qiladi. İrada qilganni hukm qiladi. Allohning hukmiga qarshi chiquvchi e'tiroz bildirguvchi bo'lmaydi. La muaqqiba li hukmihi. Allah'ның qadosini rad qiluvchi bo'lmaydi. Imom Qurtubiy deyotdi, Allah iroda qilgan hech qanday ish Allohga taskanmaydi. Rivoyat qilinishicha Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu deyilindi, shu o'lib ketgan kesildik vaqtida sana bir doktor qarab baqdimisan, doktor ko'rib baqdimisan degandan ha, ular dediki, sana nima dedi degandan menga dediki, fa'alu lima yurid dedi. Doktor ma oyatni menga o'qib bermoqchi. Yani Allah xoliqini qiladi deydi. Hal ataka hadithul junud. Yani sana yalaq askarlarning xabari keldimi degani biladi emasmi endi. Yani bu masalaga qarata boshqalarni menda bir gap bo'lmayadi deb bir xil qiziqtirish, istifhom, tashviq qiziqtirish. Yani Muhammad yalaq kafir to'pninki xabarisi kelganmi bular payg'ambar va elchilar bilan urush qilishga to'plangan bular. Sizga Alloh ularga tushirgan azob oqibat yetdimi? Sizga anladingizmi bularni? Ularga tushirgan intiqom va azob yetdimi sizga? Anladingizmi buni? Imom Qurtubiy deyotdi, Allah bu orqali Rasulullahga tasalli berib, Rasulullahning ko'nglini taskin topqizadi. Yu'annisuhu bi zalika va yusallihi degani Allah o'zining Rasuliga mush orqali tasalli berib, taskin topqizadi. Ondan keyin Allah subhanahu va taoloning kimligini bayon qilib, Fir'aun va Samud. Yani bular Fir'aun, Samud. Bular hammasi kuchli, quvvatli kishilar, ulul bas va shiddat degani har birisining lak armiyalari va muntazam qo'shinlari va kuchli askarlar var. Fakat kanu ashaddu ba'sa, yani kanu ashadda ba'sa, ular intayin kuchli edi. Senin qavming qarg'an vaqtda tartib, intizom jihatda bular kuchlikda. Ashundoq turib, ma'azalik Allah ularni gunoh sababli tutdi, jazoladi. Valillazina kafaru fi takzib. Yani Qurayshning kuffarlari inkar qilguvchi kofirlarga tushgan azob bilan ibrat olmadi. Balillazina kafaru fi takzib degani bular texicha inkarning ichida ketyapti. Shuncha gapni desak, shuncha vaqaliklarni so'zlasak, bular o'ylanmadi, ibrat olmadi. Balki ular inkarida davom qilyapti. Balkim bular
avladının küfür tuğyalıqda texmi eşip ketdi. Vallahu min varaihim muhit. Allah buların arqasını həmmini bölüb, körüb, anlap turdu. Allah subhanahu wa ta'ala bulağa qadir. Allah heç нәрсе ütüb ketməydi. Allah heç нәрсе aciz qılanmaydı. Çünki ular Allah'ın ilkide her zaman her vakitte. Bel huwa Kur'an-ı Mecid. Belki bular inkar qıvatqan mavu büyük bir kitap ki ulu, şeref ve derece cihati çekip yetken kitap. Başka samavi kitaplardan eşip ketken, üstün bolup ketken özünün icaz, nezmiste, mənisinin toğruluğunda. Fi levh-i mahfuz bu asmandaki levh-i mahfuzda ziyada noksandan saklanıp ve özgertiş almıştırırsın saklanğan peti, saklanğan kitap deyil. Şunu olan bugünkü okumakçı olan sürenin tefsiri tüküdü. İnşallah başka kısmını keyindeki sürelerini ikinci saate davamlaştırırız. Ve ahru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.